Erim telefon qilib, bugun ovqat qilmagin, burger yegani boramiz deb qoldilar. Burger pulini menga bering, o'zim zo'r qilib tayyorlab beraman deb ishimni Korzinka Go ilovasidan kerakli mahsulotlarni zakaz qilishdan boshladim. Korzinka Go ilovasi 100 dan ortiq mahsulotlarni bir joyga to'plagan. Go'sht, baliq, sabzavot, mevalardan tortib xohlagan narsangizni topa olasiz. Birinchi 3 ta zakazingiz uchun dostavka puli mutlaqo bepul. Toshkent bo'ylab istagan lokatsiyangizga 1 soat ichida dostavka qilib olib kelib berishadi. Hattoki birinchi 3 ta zakazingiz uchun 90 ming so'm skidka ham olasiz. Zakazlarim keldi. Endi ishlarimizni burger tayyorlashdan boshlaymiz. Kotletlarimizni yog'da qizartirib olamiz. Yanada sochli bo'lishi uchun ustiga sirlarimni qo'yib 5 daqiqaga dimlab qo'ydim. Burger nonini quruq skоворodkada shunaqa qizartirib oldim. Endi burgerlarimizni yig'ishga o'tamiz. Tagiga birinchi bo'lib ketchup surib oldim. O'zingiz xohlagan ketchup surib olsangiz bo'ladi. Ketidan salatni list, bodrin, pomidor va ustidan o'sha sochli kotletlarimizni qo'yamiz. Ustidan pomidor solamiz hamda burgerimiz oxirgi noniga mayonez surib ustidan yopamiz. Ishoning, uyda tayyorlangan burgerlar juda ham mazali bo'ladi va ishonchli bo'ladi. Endi issiqda ovora bo'lib bozorda yurishingiz yoki do'konlarda o'chirta turishingiz umuman kerak yo'q. Korzinka Go ilovasi bilan hammasi oson va ishonchli.